Assalomu alaykum. Так, qanaqa mavzu? Har xil mavzu so'rayapsizlar. Давайте hamma o'zini muammosini o'ylaydi. Uni yechimi qanaqa bo'larkan? Вообще nima uchun berilgan sizga shu muammo? Chunki hamma narsa bizga dars uchun keladi. Yangi darajaga chiqamiz desak, Allohdan nimadir so'rasak, u bizga uni imtihonini beradi-da. Inson duo qiladi, Allohdan nimadir so'raydi. Rostdan shu narsani xohlaysanmi yoki yurakdan, ich-ichingdan xohlaysanmi yo'qmi deb shuni tekshiruv bo'ladi-da. Вот. O'ylang o'zingizni muammoingizni. Savol bering. Bu muammo qanday yechiladi yoki nima uchun berilgan bu muammo sizning hayotingizga? Siz hozir qanaqa energiyadasiz? Va bu muammolar hammasi qanaqa dars olib kelyapti sizga? Давайте signifikatsiyani ko'ramiz. Kim uchun bu rasklad? Juda kuchli transformatsiya o'tayotgan inson uchun. Ko'chib ketayotgan. U hayoti 180% ga o'zgarib, ko'chib ketayotgan inson uchun bu nima? Rasklad. Uni hayotida sikl bitta beti yopildi. Bu inson yopiqlikdan chiqyapti. Qo'llari bog'liqlikdan, qo'llari boylik bo'lgandi, lekin bu uni hayotda emas, uni miyasida faqat bo'lgan. Uni hech nima to'smagan. U oynaga qaraganda o'zini bog'liq ko'rgan. Shu narsadan ketyapti u. Mana shu inson va aqlini ishlatadigan ayol uchun bu rasklad pul ishlash payti keldi. Pul ishlash payti keldi, lekin yurak ishlarida ham yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Muammoingizni o'ylang. Qanaqa dars bilan keldi bu muammo? Nimani tushuntirmoqchi? Chunki hamma narsa bizga bekorga berilmaydi. Nimani tushuntirmoqchi sizga bu hodisalar? O'zingizni sevib yashash. Sizni baxtingiz, sizni to'liq baxtingiz o'zingizni sevib yashasangiz. O'zingizni kuchingizga ishonsangiz, o'zingizni ehtirosingizga ishonsangiz, hayotda o'z qo'lingizga olib o'zingiz boshqarsangiz, hissiyotlaringizga ishonsangiz, o'zingizni intuitsiyangizga, ichki sezgiligingizga ishonsangiz, siz bu muammodan chiqasiz. Chunki bu tupik mana shu uchun berilgan sizga-da. Tupikdan chiqishingiz uchun. Так. Hodisani shundoqqina ko'rmangda, uni aslida qanaqa foydasi menga bor deb o'ylab ko'ring. Bu bu hodisa sizni pul tomonlama, oila tomonlama reska olib chiqib, hayotda reska olib chiqib berish uchun kelgan. O'zingiz qarorlar chiqarish, o'ylashingiz kerak, bilishingiz kerak. Yangi imkoniyatlar bilan kirib kelgan bu sizga shans, chunki siz Allohdan so'ragansiz. Yangi hayot, yangi boshlanish menga ber, bizneslar qilay, ishlar qilay. Mana shuning uchun berilgan bu muammo, hayotingizdagi qiyinchilik. Siz hozir kelajakka qarab orzularingizni amalga oshirishni o'zingiz o'ylaysiz-da, o'zingiz qo'lga olasiz. O'zingizni qo'lga olib, kelajagingiz uchun birinchi qadam qilish boshlaysiz. Ana shu yerda sizni orzularingiz amalga oshirish boshlaydi.
anchadan bir cho'zilgan pauza aslida sizni farovonlik, uyg'unlikka olib kelyapti. Shunaqa ichki farovonlik, uyg'unlik, pul tomonlama, baxt tomonlama, hissiyotlar to'la, mana shu narsalarga olib kelgan. Shu tomonga olib chiqish uchun kelgan. Puldan bo'lgan qiyinchiliklar ketsin. Mana sizni yaxshi ko'rgan inson sizdan qizg'anmasdan sizga yetarlicha pul ishlata bilsin deb kelganda. Ana juda rashk qilib o'lar ekan. Bitta odam sizni yaxshi ko'rar ekan, lekin rashk ham juda qilar ekan, kuchli. U sizdan men ketdim deb chiqib ketgan. Lekin aytayaptiki, kartalar nima deyapti aytaymi? Kartalar aytayaptiki, agar sen sevgini tanlamasa, qancha sevaman desa ham, sevaman deb rashk qilsa, sen o'zingni tanla. O'zingni tanlasang, bu insonni ham hayotida transformatsiya bo'ladi, deyapti. O'zingni tanla, ket. Ana shunda uni hissiyotlari senga kuchayadi. Oldi-berdini to'g'ri bilishingiz kerak. To есть hayotda almash qonunini to'g'rilashingiz kerak. Ana shunda siz biznesi bor, o'ziga ishongan, puli bor ayolga aylanasiz. Malika. Lekin hozircha o'zingizni malikaman deb aldab yuribsiz. Malika bo'lish uchun siz ancha ishlashingiz kerak ekan. Ishlashingiz kerak o'zingizni baxtingiz uchun. Tak. Qo'ygan niyatlaringizga erishish uchun, maqsadlaringizga erishish uchun siz o'zingiz bilan kurashishingiz kerak, boshqalar bilan emas. O'zingiz bilan kurashishingiz kerak. Chunki imkoniyatlar sizga ko'p berilyapti, siz ko'rmayapsiz bu imkoniyatlarni. O'zingiz qolib, hozir mana aqlingizni ishlatib, shu muammodan tanlab, yo'nalishni tanlab chiqasiz. O'xti. Ikkita erkak sizga turmush quraylik deb keladi. Ikkita erkak sizga keladi. Tanlaysiz. Shunaqa ham tez bo'lib ketadi. Agar ijod qilsangiz, mana shu narsa juda ham tez bo'ladi. Men doim sizlarga aytaman, ayol ijod qilsa, uni matkasida kundalini energiya to'ladi deb. Qancha ayollar shuni tushunmaydi-da. Hayotini zo'r tomonlarga o'zgartirib yuboradi. Hayotni yangidan boshlashga qo'rqmaslik kerak. Yaxshilab o'ylasangiz, yurakka yoqmasdan, yurakka hissiyotlar orqasidan yurmasdan aqlingizni yoqsangiz, bu buzilishlar hammasi sizga uy olib keladi. Uy deganda yaxshi yashash joy, yaxshi bino. Lekin siz bu imkoniyatlarni ko'rmasdan kechalar uxlamay chiqasiz. O'tmishga qarab o'ylanasiz. Bu yerda hech nima o'zgarmagan. O'tmishga qaramasangiz ham bo'laveradi. U yerda hech nima o'zgarmaydi. Siz kelajagingizni o'zgartirishingiz kerak. Uning uchun hozirgi paytda hamma narsani bor qilib ayting. Borday yashang. Bu qiyinchiliklar hammasi yopiladi. Bir sikl yopilsa, yangisi ochiladi. Siz bu darsni o'tmaganingizcha qayta hayotingizga sikl bo'ylab kelaveradi. Boshingizni og'ritaveradi-da. Sizni joningizga tegib ketgan mana shu sevgi siz uchun og'ir narsa ekan.
siz shuni ekkan urug'laringizni sevgi tomonidan ekkan urug'laringizni nimasini kutib o'tiribsizda, natijasini kutib o'tiribsiz. Lekin bu tanlov ikkita ayol, bitta erkak, ikkita erkak, bitta ayol shunaqa tanlov. Hozir imkoniyat bo'ladi shuni tanlab chiqishga. Qiyin bo'lsa ham chiqing, chunki siz ana shu orqali hayotingizni juda zo'r tomonlarga o'zgartirib olasiz. Ikkilanmasangiz o'zgartirib olasiz. Hayotingiz oldinga ketadi. Taqdiringizga yozilgan bu o'zgarishlar. Qo'rqmasdan boravering. Nimalar deganimni o'zim tushunmayman, to'g'risi. Sizlar bergan savolga qarab o'zingizlar tushunib olasizlar-da. Men faqat ko'rgan narsamni gapiraman xolosda. Ba'zida shunaqa jinnicha gaplar gapirib tashlayman. Odamlar aytadiki, 1 yildan keyin sen shunaqa qil, mana shunaqa qilsang xato bo'ladi, bunaqa qilsang yaxshi bo'ladi deb aytuvding. Mana hammasi zo'r bo'ldi deb aytishadi. Vaqt o'tgandan keyin mana birda bir to'g'ri chiqdi deb aytishadi. Lekin men o'sha payt nima deganimni tushunmayman. Raskallab qilyapganimda meni ongim o'chgan bo'ladi. Ong ostidan ma'lumotni olaman. Men o'rgataman ham, sizni prosta kartaga qarash emas, ong osti bilan ishlash. Gipnoterapiyadan ozgina qo'shib o'rgataman bu raskladlarni qilishni-da. O'zim nima deganimni tushunmayman, lekin inson, meni eshitgan inson tushunadi. Bu qaydandir kelib turadi ma'lumot, shuni gapirib beraman xolos. Siz uchun maslahat bu holatingizdagi. Bu hodisalardan chiqish uchun sizga maslahat. Buzilgan munosabatda bu erkak kishini kutib o'tirmang. Vaqtingiz ketyapti xolos. Taqdirga ishoning. Adolatlik bo'yicha bu inson keladi sizga hali. U hech qayerga ketmaydi-da, lekin o'z ustingizda ishlang, o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni kuchingizni ketkazmang. Shunaqa. Rahmat. Sog' bo'ling.